Hammaga assalomu alaykum. Bugun shanba 24-may va bugun One Run yugurish tadbiri bor. 21 kilometr yuguraman. Hozir soat 6:30, 8 da yugurish boshlanadi. 7 da u yoqda botanika bog'ida bo'ladi. Yugurishga borishdan oldin suvga elektrolit tabletkasini qo'shib olamiz. Ichida tuz, B12, B6, B2, C, magnezium vitaminlari bor. Suvda yuvib ketadi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, tabletka sekin eriyapti, rangi ham o'zgardi ancha suvni. Xullas faqat shuni ichaman, hech nima yemayman va hozir 6:40 minut bo'ldi deyarli, taksi ushlab tezroq borishim kerak. Botanika bog'iga keldim. Asosiy kirish qismida aytishdi, orqa tarafdan kirasiz deyishdi. O'sha qarab ketamiz. Ko'pchilik shu popkalarni olib, formalarni kiyib olib o'sha yoqqa ketishyapti. Xullas bugungi One Run yugurish haqida aytmoqchiman. Bu 2017-yil Rossiyadagi Zabek tashkiloti tomonidan tashkil etilgan. Keyinchalik o'sha boshqa davlatlarga ham bu narsaga qo'shilib, hamma bitta vaqtda yuguradi. Bugun 24-may kuni 110 ta shahardan, o'zini saytiga kirib ko'rsangiz yozib qo'ygan, 110 ta shahardan bitta vaqtda yugurish boshlanadi. 4 ta masofada 1, 5, 10, 21 kilometrda 15 xil vaqt zonalaridan birga yugurish boshlangan deb yozib qo'ygan. Kirsangiz o'sha Rossiya, Bangladesh, hamma davlatlarni, qaysi shaharlar, Qatar bor, Belorussiya bor, Serbiya bor, O'zbekistondan Toshkent, boshqa juda ko'p shaharlarni yozib qo'ygan. O'sha yerda hammani formasi bir xil, medali bir xil, o'sha podarkalari bir xil bo'ladi. Shu narsani franshiza qilib sotishganmi bilmayman, shunaqa katta masshtabda hisoblanadi. One Run Global saytini ham nomi. O'tda o'sha 2017-yil boshlashgan bo'lsa, 2022-yil Guinness rekordlariga kirishgan. Qaysidir bo'lim bo'yicha 2023-yil 5 ta davlat bo'lgan, 2024 15 ta davlat qo'shilgan. Shunaqa qilib qotalashyapti har yildan yilga. Odamlar soni, shaharlar soni ko'payib va bugungi O'zbekistondagi, Toshkentdagi One Run yugurishi Pro Run o'zbek tashkilotchilari bor, har xil yugurishlar tashkil qilishadi. O'shalar tomonidan shu narsa tashkil qilyapti. Hozir mana ikkinchi kirishiga kirganmiz. Musiqalar eshitish mumkin, odamlar orqamda ham, oldimda ham kelishyapti. Qisqacha ko'rsatib, keyin yugurishni boshlaymiz. Kirib keldik ichkariga. Mana oldimda года One Run Ташкент 2025. Дорогие друзья, сегодня Ташкент становится частью большого международного движения, объединяющего города, страны и сердца в стремлении к здоровью, сил духа и единства. Ну что, друзья, и снова здравствуйте, добро пожаловать! Ну что ж, по традиции, я что-то смотрю, все спрятались по тенькам, давайте выходите к нам, друзья, не стесняйтесь. По традиции у нас разминка. Готовы? Если да, встречайте, дамы и господа, женский фитнес-тренер Рузиева Никора поднимается к нам. Встречайте. Ассаламу алейкум, доброе утро. Проходите к нам. Итак, давайте зажжем. Друзья, все участники, подходите по... Yarim soat bor. Kiyimlarim tayyor, kiyim kiyganman. O'sha nomerim taqishim kerak, o'rtog'imni topishim kerak. Asol o'rtog'im 5 kilometr yuguryapti. Va bu tarafdan kirish qo'yishgani qiziq. Bitta kartani ko'rib chiqib, qaysi tomondan necha kilo yugurishni bitta hisoblab olishim kerak. O'sha hammayoqda bitta orqada story, tualetda, kiyim almashtiradigan, kiyim tashiydigan joylar hamma narsa qilingan. Va o'zi Instagramdan ham YouTubedan ham kuzatadigan bolalar yozishganda mana qatnashyapman, ko'rishamiz. Ularni ham ko'rib qolsam kerak. Endi kelishyapti yoki hali ko'rmagan bo'lsam kerak. Kesinlar mana. Уважаемые друзья, One Run — это не просто забег, а глобальное движение, которое организует и
ищет Россия организатор спортивных мероприятий. Людям по всему миру возможность стать частью спортивного сообщества. В эту минуту вместе с нами на старт. На всех континентах, и каждый из вас важная часть этого большого. Birinchi kilometr skandinavskiy xatga yugurish boshladi. Ровно сам. Километр. Давай, бог. Мира. One Run сегодня проходит в 25 странах. И более 200 тысяч участников делают этот шаг вместе с вами. Дорогие друзья, дорогие участники, всем вам желаем удачи! Ну что, дорогие друзья, общий старт забега на 5, 10 и 21 километр. Стартовал! Что-то ребята пешком что ли? Ребята, не забывайте, что вы самые лучшие! Birinchi kunini tugatamiz, 2,5 kilometr balandlik bor. Qolganda shundan 6 ta. Всем вам желаем удачи! Shunaqa turda. Necha marta eslolmay 10 marta qilishga. 8 marta deb. Botanika bog'da bitta minusi bor. Balandligi yugurish juda qiynab qo'yadi. Hozir endi pastligiga qarab tushamiz. Birinchi o'rin to'xta. Orqada 2-3 ham kelyapti. Ikkinchi kunni aylanib kelyapman. Hozir ko'rdim, o'rtog'im ikkinchi kunni tugatdi, 5 kilometr tugatdi. Asal men yana 3 ta 4 ta bor. 7,5 kilometr bo'ldi. Bunda 5 kilometr tugadi. Atrofda suv, yerlarga hamma yoqqa suv sepishgan. Daraxt, kislorod, maza. Ancha oson bo'lyapti. Ancha yugurishga yoqimli. 10 kilometr 53 minut. Yana 11 kilometr. Yana 3 ta kruh, 3 ta. Давай, давай. Sakkiz kilo bo'lsa bo'ldi ekan.
48 km. Yana bitta aylanma. 22 kilometr. 1 soat 53 minut. Finishga 100 metr, 200 metr qoldi. Yomon emas. Maza qildim Shoboqda. Salqin. Bitta qiyinchilik shu tepaliga chiqish. Ancha qiynab qo'ydi, lekin shunday ham zo'r natija. Hozir finishga kirib boramiz. Здравствуйте. Saidjon Xoliqnazarovich. Kattakon sizga rahmat, boyingizga shukr. Итак, дамы и господа, начинается стартует церемония награждения на дистанцию 21 километр. Итак, третье место. Встречайте бурными овациями Файзулло Полатходжая. Ваши аплодисменты. Третье место на дистанцию 21 километр. Miravozу Mirzakiyevichu, Denisu Zakirovу, Vitaliyu Bolbosu. Ketdik. Yugurish tugadi, taqdirlash marosimi ham tugadi, medaldan oldik, rasmga tushdik. Rasmiy o'sha qismi tugadi, yugurayotganlar bor hali, ularni kutib turamiz deyishdi. Yugurish yaxshi bo'ldi. Tashkiliy ishlar 10 dan 5 baho olsa ham bo'ladi. Lekin joy lokatsiyasi juda zo'r. Qulay. Mazza. Yurishlarga bolalar ham 5 kilometr, 10 kilometr. Tanishlar ko'p, ko'rdik, gaplashdik. Keyingi safar shu parkda yana qanaqadir qiyinchiliklar bilan yugurish bo'lgan tashkil o'tkazishar ekan, sakrash, loy, shunga o'xshash narsalar. O'shanda ko'rishguncha deb aytib qolishdi. Program tashkilotchilari One Run shu butun dunyoda hamma 4 ta masofani birga yuguradigan yugurish. Chiqishga asosiy yo'ldan ketyapmiz, shu asosiy darvozadan chiqib ketamiz. Hozir parkga soat 10 dan 48 minut. Parkda oddiy bolalar ham, odamlar ham kelib, odam ko'payishni boshladi. Yuguruvchilar ham tugadi. Ikkita yo'lda yuguruvchilar bo'lishi mumkin. Shuning uchun yaxshi o'ylangan ertalabdan yuguruvchilar tugati bo'ladi. Qolganlar endi parkka kelib dam olib kelayotgan bo'ladi. Hech kim bir-biriga xalaqit qilmaydi. Shu sekin ishga boramiz shanba. Yengil ishlab uyga borib, keyin kechqurun dam olamiz. Keyingi yugurish videolarini ko'rishguncha